oldu. Bu narsa tasodifan yuz bermadi. Hammasini yovuz maxluq amalga oshirdi. Hattoki ajdarni ham hal qilib beraman. Bizning maqsadimiz esa nima qilib bo'lsa ham Minecraftni asl holiga qaytarish. Hattoki mana shu bossni yo'q qilib bo'lsa ham. Hammasi men o'ylagandan ham rasvo va buni qara dualoqligini. Ha qishloqqa hammasi rasvo. Bizning vazifamiz esa bu tartibsizlikni tartibga solish. Biror nimani tartibga solishdan oldin o'zi nimani tartibga solish kerakligini bilish kerak. Shunga eksperimentga qilamiz. Oldi bu dumaloq olamni o'rganish kerak. Buni qara, men allaqachon kashfiyot qildim. Qara, tagdagi blok sindirsa nima bo'ladi? Uysi bo'ladi. Agar tepaga qarab shuncha qurib ketsa nima bo'ladi? Cheksiz yupqalashadimi? Yo'q, cheksiz yupqalashmas ekan, lekin baribir ajoyib ko'rinyapti. Chiroyli, lekin Minecraftga to'g'ri kelmaydi. Fikringga qo'shilaman. Aytgancha, bizda mana bunday matoh bor, sezgan bo'lsanglar kerak. Bu bizga tiqilib qolganda yordam beradi. Bu dumaloq olamda harakatlanish ham oson emas. Xuddi cheksiz ender barvardga o'xshaydi. Ha, aynan. Menimcha bu olamda yaxshi ko'rinayotgan yagona narsalar bu daraxtlar bo'lsa. Qachchoq, nega meni daraxtimni chopib berasan? Bu akatsiya daraxtida tikoni bormi nimada? O'zi aytyapsan-ku akatsiyani, bo'ladi-da, ye. Maydalaymiz, yasaymiz, kovlaymiz, otamiz, qochamiz. Videoga like bosamiz va yana eng muhimi kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Bu juda ham muhim. Sababi esa deyarli 500 million to'monlik tasavvur qilyapsizlarmi? Birgina sizning yordamingiz bilan bu hoziroq amalga oshishi mumkin. Shuning uchun iltimos kanalga obuna bo'ling. Yana bizda ikkinchi kanal ham mavjud. U yerda ham deyarli 100 ming obunachi yig'dik. Shuning uchun iltimos bu kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Ikkinchi kanalda tez-tez streamlar qilib turamiz. Tezroq dumaloq qishloq topish kerak. Quvaloq bo'lsa ham bo'ladi, muhim ovqat bo'lsa. Biz savannadaligimizni hisobga olsak, qishloq muammo bo'lmasligi kerak menimcha. Uchama pulib Marvardni ishla. to'g'ri. Oho, qayerga o'tib yubording Marvardni? Endi qaysidir go'rda savannaning o'rtasida tepaga qara. daraxtdamisan? Nega men bu bloklarga tiqilib qolyapman? Wow, pis qo'ygan bloklar to'rtburchak bo'lar ekan ba'zilari. Bu degani hozirroq tepaga qurib chiqamizda qishloq qidiramiz. Savannada bo'lish kerak. Axir qishloq. Nechora qishloqlar ham qayerda uy qurishni bilmayapti shekilli. Ana bu yerda buzilgan portal bor ekan. O'sha yerga uchamiz. Yo'q, faqat bu emas. Parchalanib ketdi. Bo'p turadi qishloqqa. Kim bilan bo'lmaydi deysan? Mayli, men qayiq yasadim. Ketdik buzilgan portalga. Bizga hozir qishloq foydaliroq bo'lardi. Nazar tosh ham dumaloq ekan. Bu degani esa qishloqqa. Bizni dezerda ham sarguzashtlar kutib turibdi. Bu sandiqda esa temir, obsidian, bolta va temir shim. Kech ham tushib qoldi. Endi qishloqni qayerda qidiramiz? Nega quruqlikka chiqdik? O'lib ketamiz. Dabban suvga qayt. O'ziga qishloq ko'rdim, bu ko'rdim qildik-ku. Bo'ldi, qaytamiz suvga. Endi baga shu paytda tiqilib qolaman. Suvda hech bo'lmasa tegishmas. Voy, men ham o'tirib olay. Qo'lingda ender barbarni ushlab olma. Lannatda endi barbar, men tashlab ketma. O'tir qayiqqa. Hozir o'tiraman, bu yoqroq kelsa-chi. Bo'ldi, hayda orqamizda qulashyapti. Voh, buzilgan kema, burillik. Bu narsalarni yeb bo'lmaydi-da, o'shini o'lib ketamiz. Balki pastdagi sandiqda burilma bordir. Bittaga jorib qoldik. Yaramas daraxtlar. Hammasi mana shularni deb o'ylayapti o'zi. Tikara bor hammasini. Mayli ochib ko'ramiz. Mayli xazina xaritasi hech bo'lmasa, yerda ovqat bo'lar. Balki senda ovqat bordir. Yo'q, balki seni yermiz. Ya bitta buzilgan portal. Hammasi uchun quvonarli emas, lekin senga ham bitta oltin shim topdim. Qayig'imizni nomish qilib Titanic emasmidi? Yo'q, qanaqa Titanic? Negadir u cho'kmoq shekilli. Bu yerda izohlarsiz. Jon, bitta temir mingta. Qani hech bo'lmasa suvni bersa bo'lardi. Hozir shu bitta jonimda ham ayrilib qolaman shekilli. Xullas, tosh kavlayapman. Xom go'sht bormi? Bor, bo'ldi, petkazaymiz. Men esa atrofda uchib yurgan toshlar. Nega men suzolmayapman? Men ochlikda o'lyapman. Nega suzolmayapman deb o'ylayapman. Bu yerdan beri ovqat yeyish kerak edi. O'zimga akvalan yasavolaman. Yasadim, men qushni yasadim. Men esa qalqon yasadim va paqir. Yasading-ku, to'g'rimi? Ha, yasadim. Ma ushla, eshigini ochyapman. Ushla tushib ketdi. Voy, qalqoni. Uyning oxirigacha bitta jon bilan yuraman deb o'ylay boshlagandim. Agar shu yerda ham ovqat bo'lmasa bilmadim. Bu taxtalar jonimga tegdi dumaloq. Va nihoyat, bu yerda hech bo'lmasa ovqat bor. Pechkani qo'ydim, kartoshkani qo'y pechkaga. Tushunarli, 3 ga bo'laman. Nega 3 ga bo'lasa, o'zi 2 ta ko'mirim bor, 2 ga bo'ldi afing. Yaxshi, 2 ga bo'ldim. Menda xazina xaritasi bor. Qani deyapsiz?
Mana shu yerlarda bo'lish kerak. Eski usuldan topamiz. Yaramas dumaloq Minecraft. Uni deb hattoki chaklarning ichidagi koordinatalar ham qimirlamaydigan bo'libdi. Buni debligini qayerdan bilding? Unda nimani deb bo'lmayli eskicha sikovlaymiz. Meni belkuragim ham yetib keldi. Bu ketishda qanday topdingmi? Men topdim. Men haqiqiy arxeologman. Biz boymiz qishloqqa hattoki 2 ta olmos ham bor. Naqd 32 ta oltin to'plashga ulgurdik. Aytgancha qishloqqa ma ushla senga temir. Nega? Shunchaki Mana shular taxtali kirgan. nega? Shunchaki Aytgancha biz qishloq qidirayotgandik, esa ham chiqib ketdi. Mayli davom ettiramiz. tong otmaydimi nimada? Bu yana nima bola bo'ldi? Shuncha katta savannada bironta ham qishloq yo'q. Yarim soatdan beri bu savannadan chiqib ketolmadik. Bironta ham qishloq chiqmadi. Qishloqqa senga u yerda yordam kerak emasmi? Yo, o'zim uddalayman. Mayli, men seni bilaman. Shuning uchun ham boraveraman. Tezroq kelmaysan, kreper portlatib ketdi. Senga ishonibman men. Umuman hech qayerda hech qanaqa qishloq yo'q. Qanday omadsizlik bo'lishi mumkin bu? Bugun chap tarafing bilan turgansan-da. Ha, aniq shuni deb bo'lsa kerak. Hamma qishloqni topishimiz kerak, nima qilib bo'lsa ham. Oh, Enderman, sen bizga hali asq qotasan. Shuning uchun qilichimni ta'midan tatib ko'r. Enderman vartni menga ber. Men to'qqa uchdim orqamdan uch. O'sha yerda bo'lib qolsa kerak birorta qishloq. Voy lanatib, men haqiqiy Enderman vartni otib qo'yibman mana bu turganda. Shunaqasanda, to'pasan yo'qotasan. Mayli, yotoq yasadi, uxlab ol. Bu savannani oxiri yo'qmi deb o'ylay boshlagandim, lekin bor ekan. Uchyapman. Faqat turgan emas. Ammo bu ketishda hech qachon qishloq topa olmaymiz. Shuning uchun ikkiga bo'linib qidiramiz. Yaxshi, bir yo'la musobaqa ham o'tkazamiz. Kim birinchi topar kim? O'rmonda yurganimda xuddi o'zimni Minecraft emas, boshqa qaysidir allambalo o'yinda yurgandek his qilyapman. Men uzoqdan mana ko'ryapman, nahotki bu biz shunchalik uzoq vaqt davomida qidirgan qishloq. Sen ham qishloq topdingmi? Men ham qishloq topdim. O, bu ajoyib yangilik-ku. Men topgan qishloqda bitta golem bor ekan. Men ham bor ekan. Va uni qanaqadir o'yinchi o'ldirishga uryapti. Mayli, bola paqirga yordam beray. Men yo'q qilayotgan golemni esa yo'q qilishga qanaqadir qishloqqa yordam beryapti. Ha, qishloqlarimiz bir-biriga junga ham o'xshar ekan. Nimasini aytasan, ey? Biz topgan qishloqda baribir samon kam ekan. Shuning uchun qo'ylarni qo'yinglar. Hechga esa shuning uchun ozginagina tosh yetmayapti, lekin toshga borish bu dumaloq Minecraftda haqiqiy dahshat. Yetib keldi oxiri. Shunda temir qishloq men kovlagan joyda. Ha, Bilasan, bizdagi ikki tomoq olmos qilish yasash to'g'ri qo'yami? yo'q, nimaga yasaysan? Tetak bitta topsang olmos qilga bo'ladi. Mayli, kelishdik. Bu yerda esa qandaydir nima balo bu yerda odatda suv bo'lmasdi shekilli. Oho, men bu yerni to'rtaga tosh cho'kovlagandim. Sen esa haqiqiy konga aylantiribsan-ku. Sen tezroq pastga tush, men bu yerda katta kon topganman. Men esa sal qolsa sochilib ketardim. Oho, hech narsa ko'rmayapti-yu. Endi yaxshi yomon o'rnatganman. Bu videoda ishlatilgan hamma modlar Telegramda. Ekrandagi QR kod yoki video sahifalar orqali Telegramga o'ting va modlarni yuklang. Bir qarashda bu yerda nechta temir borligini ham bilib bo'lmaydi. Tez kovla. Ajoyib, faqat inventar to'lib ketgan. Mana bunday qilamiz, bo'lmasa hop, buni otamiz, hop va hop. Tayyor. Deyarli temir aslaha, temir hammasi bor. Oho, haligacha tosh aslahalarda yuribman. Upgrade vaqti yetib keldi. Yur, yaxshi olmasa qo'lab kelamiz olmos kirkaga. Ha, yana bilib olamiz dumaloq Minecraftda olmos topish qanday ekanligini. Bu dumaloq Minecraftda creeperni umuman jo'n olmaydigan bo'lganmi? Bor ishlarida bo'lding e'tiboring uchun. Ha, endi u bo'lib qoldi. Bular bilan urushma. Urushning oldi o'zga o'ldi. Qara, bir vaqtda ikkita quyonni pak. Olmoslar, qayerda sizlar olmos ko'rdimmi? Ha, yo'q, qanaqadir yo'q, olmos topdim. Olmos, men seni topdim. Qancha dumaloq olmos ko'ray? Mana olmos ham topildi. Endi buni kovlab ko'ramiz va bu yerda atigi bitta emas-ku, to'g'rimi? Hech bo'lmasa ikkitadir. Olmos kirkaga yetadi. Ha, yetadi. Mayli, tepaga qaytib chiqamiz. Bu dumaloq Minecraftda ko'llarda adashib qolish hech gap emas. Men nimcha chiqishda topdim shekilli. Men ham deyarli chiqdim. Xalaqit bermay tursang-chi, men hozir ana bu yerga o'tsam, yiqilib parchalanib ketmasligimga kim javob beradi? Bu dumaloq Minecraftda hattoki tekis tog'larga ham chiqib ketsa bo'lar ekan, hech qanday qiyinchiliklarsiz. Deyarli chiqib oldim. Hop, epic paydo bo'lish, bilib.
Aytgancha qishloqqa endi bemalol olmos kirka yasasak ham bo'ladi. Tayyor upgrade. Olmos kirka bor, temir aslaqa bor, ovqat bor, hamma narsa bor. Nima qilish kerak? Nezerga ketish kerak? Nezerga ketish uchun esa Lava ko'li topish kerak. o'zi ham bu olamda dumaloq qilgan yaramasini topib patchog'ini chiqarib kelyapti tezroq. Epic save ko'rdingmi nima qildi voy? Ahmoq, sen qilolmading, sen qilolmading, men qiloldim, sen qilolmading. Pachoqsan, pachoq. O'zing patchoqsan. Bu yoqda bo'ldi boshqa videolarda o'ynamayman. Bu yoqda deyapman. Bo'ldi. Mana suv ko'tarib xursand bo'lasanmi? Men baxtiyorman. Mayli, lava ko'li qidirib ketdik. Ana bu repmi, pepmi, allambalo qo'shiqlaringdan qo'yma, sokkinadan qo'y. Mayli qishloqqa, mayli. Mana yetib keldik. Yetijoq qishlog'ida dam olib kelaman o'zimni uyimda. Mazza qishloqiga mazza. Mayli, biz kovlashni boshladik. Obsidianni esa men ortiqchasi bilan kovlab olishga qaror qildim. Keyin nezarda qiynalib yurmaslik uchun. Bo'ldi, tayyor. Hozirroq portalni yoqamizda ichkariga surib yuboramiz qishloqqa. Aytgancha portal sen qurishing kerak edi-ku. Ha, epic saxta qilardik. Obbo, mayli epic kirish qilamiz. Shildir, pchu. Ha, buni epic deyishga til bormaydi. Endi nima tez chiqmaydi. O'zi bazantelda rasvo joylar edi. Endi bo'lsa dumaloq bazantelda. Fuyam gapi, bu yer double fu. Qayerga boramiz endi qishloqqa? Cheksiz marmartinot. Suramiz betlardan. Paskotdaymi? Yo'q, tepaga. Dumaloq olamning baglari tugamaydi. To'g'rimi qishloqqa? Jeb tur o'lib ketay deyapman. Bloklarim ham tugadi, qanday chiqishni bilmayman. Hozir lavo qizib ketarmi deyapman. Mayli, junni ishlatishga majburman. Bu dumaloq bayglardan tugal kovlash haqiqiy azob bor-ku, 4 ta kovlash kerak. Ozgina blok kovlab olaman. Oddiy joylar qayerdasiz? Biz sizlarni sog'indik. Umid qilamanki, yaqin orada chiqib qoladi. Ming afsuski hammasi bunday bo'lib chiqmadi. Biz dahshatli darajada ko'p kovladik. Va nihoyat odam bashara joylari. Odam bashara emas, dumaloq bashara. Ana u yerda ko'k o'rmon ko'ryapman. Balki endirmarvar to'plab kelarmiz birinchi. Umid qilamanki, endirmenlar paydo bo'ladi. Mana bunday qilishni unutmaslik kerak. Tayyor. Nima qilishni unutmaslik kerak? Voy, meni uryapti. Voy, yaramas qattiq uryapti. Bo'ldi, kiydim, qochdik. Tushunishimcha endirmenlar bilan muammo bo'lmaydi. Yagona muammo bo'ladigan narsa menimcha bu Minecraftda qayiqlarni yerga qo'yish. Bu yerda endirmenlar qo'yib chopyapman hammasini. Men nimaga ko'ziga qaradim? Bo'ldi, hal qildim, tushaver. Meni kal bo'lsa ham boshim ostida. Aytgancha qizil o'rmon ko'rdingmi? U yer to'rtburchak yaxshi. Nimaga hammasi dumaloq-ku mana daraxtlar. Sen polga qara. Polga? Ha, rostdan ham pol to'rtburchak bo'ldi. Qizil o'rmon endi mening eng yoqtirganim. Kim nima desa desin. Yana bitta endirmarvarat qishloqqa senichi o'sha tarafga o'tsam yetib bora olamanmi? Yetasan o'taver. Umid qilamanki sen